bu chog'da ko'rinsak senaning uyda texin nima yeyish to'g'riliq yig'in ichilib o'tirdi. Etken çay içemsiz sın çayma. Man tegim kelyotdi xotin. Vey bez emsi men veymey çağıray. Le. Vey. Anglab tursan xotin. Sening oshnang mening do'stim keling mashrab o'ynayli. Nega? Men ezib ketdim. Sening eringning oshinsi mening qo'limda. Vaqtida pul ekanmaydi qolsang bachka o'qiytimi? Erimning oshinsi sen bachka o'qichi. Erimni men bachka o'qidimi? Bachka! Ey so'rov xotin, nima deysan? Biray Alvi Gucci Prada. Çoğdadağının pacığını bevu taş börek yavağın numussuz eblek. Sen hayvanın cadısı bir pay. Nimani degan bilan ko'pni ko'rgan Shoburutda. Sening bu jajang bir poyg'u jinim xotin debla aldab silabla yarishib oladi. Atsi Shoburut bir mishqa pulni ko'tarib akilib, ularning olli burun qurib qo'ygan to'zig'i dastlab qoladi. Ayfon ham bu semiz doktorning diqqatsizligidan foydalanib taloq qochmoqchi bo'ldi. Eshak chiqmang hozir ha. Maskangizni chiqing taqing, eshak chiqmang, maskangizni taqing ha. Roger bilan semiz doktor Kayfonxonni elib qorong'u bozorga qarab mangdi. Hamda Rogerga Kayfonxonning ko'z partisini almashtirib berdiganlik to'g'riligiga aytdi. Roger hayron bo'lib, "Nimanda qilasiz ey? Bir bilan chiroyli qiz tug'ib, unda qilsak bo'ladi" dediysa, semiz doktor mangana ko'zam sat ko'rmay, "Ey oliyjanob" deb qo'yib mashinadan tushirib qo'ydi. Kunlar o'tib, oylar o'tib 2 yildan keyin Rogerning qiz do'sti Angliyaning bir ko'chasida tay chaynaganda bir ovozlarni anglab kelib, qiziq mayxonaning ichiga kirib ko'rib qoldi. Naqshidan qattiq ta'sirlangan qiz do'sti Rogerni tomoqqa taklif qildi. Roger bo'lsa ishning jarayonini birni qo'ymay qiz do'stiga aytib, "Rostla ishning ahvoli Roger degandekmi? Ishning tafsilotiga qiziqsangiz, bu kinoni nereden topsangiz tepib, ishqa bir amalni qilib, mendan so'ramay o'zingiz ko'ring."